Assalamualaikum kanalıma yaxşımı. Mən bugün gavdomiyan qılmaq etdim. Sizlə ortaqlaşım gəldi. Azraq qılmaqda şunu bir tuxum işlətirmək. Bir dal tuxum. Bir yarım stakan su istakanı tapdı un. Azraq tuz. Ondan keyin mən bu rang yani taam səfəri zərdical kullansanlar bekrak yaxşı. Mənim yox bolğanlığım üçün azraq rang işlətmə sırq qilish üçün. Şol tapsanlar da yaxşı. Amma bir rangni işlətməndə mən bolmağanlıq üçün amal yox qatıraqdan temitib qoyuram. Lekin yoki zərdical yoki şol tutib qalasanlar şol qilsam bo'ldi. Onda bilan men tuxumimni chiqib olaman. Uningdan sal jiq bo'lib qolib qolsa, tuxumdan ikkini qo'llansanlar bo'ldi. Mening ozroq bo'lganligi uchun men cho'ngroq tuxumdan bir tal ishlatdim. Mana bir tal tuxumni ravuslarga aralashtirib rahmat qizim. Ana deyim bunga. Suyumni oldi bilan bir stakan suv quyman. Bunu bir araştırıp koyduğum için şöyle koy. Unumni az-azdan. Az çokum az-azdan tökümüz. Araştırıp molay koyması için. Qarab baxsam bu unumga bir stakan az kirdiken yine bir stakan su töküme. Yine bir stakan su töktüm. Normal turbu suyu qo'llansanlar bo'ladi. Endi unumni yana az-azdan töktüm. Mana men aralashtirib bo'ldim. O'sha holatda pochkalnikidek bo'lsa bo'ldi. Pochkalnikidan sal quyuq holatda. Endi men bunga shu suiqashning nimasini qilgandek ozlam jiq emas tuzni. Qalaman tuzni oxirida qilamiz. Nima deganda tuz bekroq tuz bo'lib ketmasin deb baldir aralashtirayotgan keyin ta'mish qilib qoldim emasmi? Shuning uchun tuzni azroq soldim oxirida. Endi men barangdan az miqdorda to'kima jiq solmayman. Mush yetarli ekan. Mana ko'rdingmi? Endi men qasqaning bo'lib qaynatdim. Mana qazanimiz qaynadi. Endi biz bu lisimizni maylab, mana maylab bo'ldim. Endi men bunu memden 2 sm qilliqda bo'lsa bo'ldi. Men uchum kichik bo'lganligi uchun men ustimiş etrafida oldim. Lisimga salaman. Holatda birdam nima qatqiqchiq turg'izib, anandan tovuqni yapaman. Oldirib tovuqni yapib bersak, bir tarafi nepiz, bir tarafi qilin bo'lib qoladi. Men baqqa haddidan ziyada qilin qilmadim. Baqqalarni yaxshi ko'rmayman. Shuning uchun jonlar qilinda qiyishni yaxshi ko'rsanglar, cho'ngroq chumush qo'ysanglar bo'ldi, chumush qo'ysanglar bo'ldi. O'sha holatda bo'ldi. Endi men tovuqimni yapib, 5 minutdan 7 minut qilib pishiraman. Asosiyati 7 minut holatda turadi. Endi bizning 7 minut bo'ldi. Men tovuqni hozir ochdim. 7 minut o'shibdi. Men qo'l kuyimizlab ambu ishlatdim. Sizlar chatal ishlatsangiz ham bo'ladi. O'sha holatda ilib sug'ishga qo'yib qo'yaman. Birisini o'sha holatda solaman, hammasini o'sha holatda pishiraman. 7 minut atrofida. Mana qo'l kuyimida holatda sug'di. Endi men bu o'zini yana chaplashib qolmasin deb azroq maylab etdim. Ham to'g'rashga oson bo'lsin deb. Maylab etib, ana keyin bu taqsimga men tizib olaman. Etrafını bunu oldu. Esir olaman. Bizning gavdomiyalarimiz tayyor bo'ldi. Mana mushunchalik qilinliqda bo'ldi. Men buni hozir to'g'rab to'kisib bermasizlarga. Mana ko'rdinglarmi, mana mushu holatda bizning gavdomiya tayyor bo'ldi. Biz buni ustiga salataliqlarni to'g'rab, rampizining suyini olgandek olsak bo'ldi. Men rampizamning suyi bor, shuni olaman. O'tganda qilishni ko'rsatdim-ku. Va endi salataliqim yo'q amma, salataliqni yuzinglar qilsanglar bo'ldi. Gavdomiyani mush holatda qilsanglar bo'ldi. Mana bizning gavdomiyanimiz tayyor bo'ldi. Men dedim-ku sizlarga salataliq degan tarxamak tugab qolibdi ekan deb. Shuning uchun tarxamak ishlatmadim. Yumg'oq suyib bir narsalar bilan ishlar bo'ldi. Mana rampizining suyini qilish videoim bor, shu holatda ko'rib olsanglar bo'ladi. Mush holatda gavdomiyan tayyor bo'ldi.